Bugun menimcha juda ham zo'r mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni hozirgi kunda ham aktual, ham trenddagi, ham hozir hamma burnini tiqayotgan mavzu bu ozdiruvchi ukollar va ularni xavflari, foydali taraflari, o'zi umuman qachon bu ukollardan foydalanish mumkin, qachon organizmga foyda, qachon zararligi haqida gaplashamiz. Men Dilobar Ibrohimova 10 yildan ortiq tajribaga ega shifokor endokrinolog sifatida bugun sizlarga bular haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Yaqindagina shaxsan o'zim 33-marotaba o'tkazilayotgan Yevropa mamlakatlarini semizlik bo'yicha kongressda ishtirok etib keldim va u yerda yangiliklar, u yerda aynan faqatgina semizlik patologiyasi bo'yicha qilinayotgan ishlar, yangi ishlab chiqarilayotgan dorilar, ishlab chiqarish mo'ljallanayotgan va shuningdek tadqiqotlar fazasida bo'lgan. Ya'ni bilasiz, har bir preparat, har bir farqi yo'q. Bu tabletka ko'rinishidagi bo'lsin, bu yoki inyeksiya ko'rinishidagi bo'lsin, har bir preparat o'ziga xos tadqiqot fazalaridan o'tadi. Ya'ni birinchi tadqiqot fazasi bu hayvonlar ustida olib boriladi. Undan keyin ikkinchi, uchinchi faza, ya'ni u keyinchalik ma'lum bir insonlar orasida, undan so'ng ko'plab insonlar miqyosida tadqiqotlardan o'tibgina keyin biz shifokorlarga tavsiya etishni boshlashadi va ular aptekalar, dorixonada sotilishi boshlaydi. Va hozirgi kunda juda ham mashhur bo'lgan preparatlar, ya'ni bu preparat guruhlari GPP1 retseptor antagonistlari hisoblangan dorilar hozirgi kunda juda ham aktiv holatda tibbiyotda, ayniqsa endokrinologiya sohasida qo'llanib kelinmoqda va bu bilan birgalikda ularni turli xil formalari, turli xil shakllari, shuningdek undan tashqari yana har taraflama organizm uchun foyda beradigan taraflari ham hozirgi kunda ishlab chiqarilmoqda va ular tadqiqotlarni bir necha fazalardan o'tgan holatda yaqin kunlarda insoniyatga foyda keltiruvchi preparatlar qatoriga kirmoqda. Shu o'rinda juda ko'p insonlar orasida mana shu preparatlarni menimcha sizlar ham borsizlar qo'llab kelayotgan, yaqinlariga o'zi shifokor tavsiyasi bilan birga olayotgan, shuningdek shifokor tavsiyasidan farqli ravishda har xil bayerlar tomonidan tavsiya qilinganda kosmetologlar, trenerlar, qo'shnilar tomonidan tavsiya qilib olayotgan insonlar borligini ham aytib o'tmoqchiman. Va afsuslar bo'lsinki, bu preparatlarni o'ziga xos yaxshi taraflari bo'lgani bilan o'ziga xos побочный effektlari, ya'ni nojo'ya ta'sirlari borligini ham esdan chiqarmasligimiz. Har bir preparat vrach nazorati ostida tavsiya qilinishi kerak va har bir patsientni individual holatini inobatga olishimiz kerak. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni men juda ko'p sizlarga voqealarni aytib berishim mumkin. O'zim praktikamdan kelgan holatda, ya'ni kosmetologga borishadi, eng kichkina doza, eng katta doza, sizga bu safar eng kichkina dozani qilamiz, keyin doza oshiramiz va umuman u preparatni ishlatilish holatiga e'tibor bermagan holatda preparatni ochib, bu yerga insulin shpritsda tortib olib, dozalar hisoblanmagan holatda u patsientni o't qopi tekshirilmagan holatda, qalqonsimon bezi tekshirilmagan, umuman defitsitlar tekshirilmagan holatda bu preparatlarni nazoratsiz qabul qilayotganlar ham son mingta. Eng qizig'ini aytaman, mana shu holatlarda bu yerda albatta reklamani kuchi juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni voy rahmat, sizdan 10 kilo ozdim, voy rahmat 5 kilo ozdim, voy bir oyda 25 kilo tashadim. Afsuslar bo'lsinki, bu preparatlar o'zi tegi
faqatgina ozishga mo'ljallanmagan. Ya'ni bu preparatlarni ishlab chiqarishdan maqsad birinchi navbatda qandli diabet 2-tur bemorlari uchun, shuningdek mana shu kasallikka sabab bo'luvchi, ya'ni prediabet holat, metabolik sindromi bor insonlar uchun tavsiya qilinishi kerak. Va buni holatlarda faqat ozish emas, balkim u yerda patsientlarni lipid spektri, abdominal ojireniya, yurak qon tomirlar xavfi va undan tashqari ko'pgina metabolik jarayonlari yaxshilanishi, shuningdek qon bosimi tushishi, saraton xavfi kamayishi kabi maqsadlar ko'proq nazarda tutilgan. Ya'ni mana shu maqsadlarni qay darajada qilinayotgan nazorat qilib borish, bu faqatgina vrach mutaxassisga bog'liq holatda olib borilishi kerak. Shuning uchun men juda ham xohlagan bo'lardim. Albatta, agar siz preparatlar yordamida, ya'ni mana shu oshqozon peptidlarga ta'sir qiluvchi preparatlar yordamida ozmoqchi bo'lsangiz, albatta shifokor nazoratida bo'lishni tavsiya qilgan bo'lardim. Va tajribamdan kelib chiqqan holda shuni aniq ayta olamanki, sizni organizmingiz qanchalik sog'lom bo'lsa, shunchalik bu preparatlarni nojo'ya ta'sirlari shunchalik kam bo'ladi. Agar organizmingizda qanchalik muammolar ko'p bo'lsa, shunchalik bu preparatlarni ham nojo'ya ta'sirlari ko'p bo'ladi, ham ta'sir qilish holatlari kamroq bo'ladi. Shu o'rinda sizlarga bir patsientni tarixini aytib bermoqchiman. Ya'ni bir patsientga 2025-yili sentyabr oyidan beri mana shu preparatni vrach nazoratida albatta olib kelishni boshlagan. Menga bir 2-3 oydan keyin kelganlar, ularning qalqonsimon bezlarini tekshirganimizda u yerda gipotireoz borligini ham aniqladik va ularga qalqonsimon bez gormoni, shuningdek mana shu preparatlardan birini dozalarda, o'rtacha dozalarda yozib berdim. Ketdilar va bilasizlarmi, 3 oydan keyin kelyapti u patsientga, aytyapti, bu dori ta'sir qilmayapti menga. Semirdim 1 kilo, umuman ozganimni his qilmayapman deb aytyaptilar. Haqiqatda u patsient beimpedans tekshiruvlar natijasiga ko'ra rostdan ham patsientga semirgan, atyoklari ko'paygan, yog' miqdori ko'paygan. Hayron bo'lamiz. Nima sababdan bunaqa holat bo'lyapti? Preparat original preparat edi va bizning respublikadan ro'yxatdan o'tgan preparat edi va shunaqa holatlarda keyin u patsientkani yaxshilab tekshirsak, analizlarni повтор qilsak, u yerda qalqonsimon bez gormonlarini ichmay qo'ygani ma'lum bo'lyapti. Ya'ni u patsientga ko'chgan, uydan bu uyga, dorisi boshqa uyda qolib ketgan va shu bo'yi esdan chiqazgan. Afsuslar bo'lsinki, agar siz ozishni faqatgina mana shu ukollarga qaratayotgan bo'lsangiz va kerakli vitaminlarni, kerakli gormonlarni organizm uchun qilmayotgan bo'lsangiz, bu ham o'z ta'sir mexanizmini o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun bu yerda albatta yetishmovchiliklarni to'ldirish, masalan, vitamin D yetishmovchiligini, anemiyani to'g'irlash, qalqonsimon bez gormonlarini normaga qo'yishi esdan chiqazmasligimiz kerak. Va qachonki biz hammasini birgalikda qilsak, bu yerda bu preparatlardan juda ham yaxshi natija olishimiz va nafaqat ozish bo'yicha, balki metabolik jarayonlarni yaxshilash bo'yicha ham juda ham kuchli natijalarni olishimiz mumkin. Buni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Va bizning maqsad, umuman endokrinologlarning maqsadi nafaqat sizni tarozidagi kilogrammlaringizni kamaytirish, balkim yurak qon tomirlar katastrofa xavflarini kamaytirish, yog'li gepatozni kamaytirish, buyraklarni asrab-avaylash, qon tomirlarini asrab-avaylashdan iborat bo'lib, aynan bu preparatlar mana shu jarayonlarga juda ham ijobiy ta'sir qilishi isbotlangan.
Shuningdek, bu preparatlarni tavsiya qilganda juda ham ko'pchilik bitta savol qiynaydi. Nimagadir menda ko'ngil aynamayapti. Nimagadir menda ishtaha pasaymayapti. Demak, preparat ta'sir qilmayapti degan noto'g'ri tushunchaga ega bo'lishadi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, agar sizga preparat ko'ngil aynash, dispeptik o'zgarishlar, ya'ni ich ketib qolishi, ich qotib qolishi kabi nojo'ya ta'sirlarni bermayotgani, bu preparatni ishlamayotganidan emas, aksincha sizni organizmingiz ancha yaxshiligidan dalolat beradi. Va bu preparatlarda ko'p uchraydigan holatlar, oshqozon ichak tizimi bilan bog'liq dispeptik o'zgarishlar, bu organizmdagi muammolar borligidan dalolat beradi. Shuning uchun bu preparatlarni tavsiya qilishdan avval men barcha patsientlarda analizlarni topshirtiramiz, ya'ni yetishmovchiliklar, qanaqa yondosh patologiyalar borligi, shuningdek qalqonsimon bezda o'simtalar yo'qligiga e'tibor qaratamiz va o't qopi, ya'ni jigar va o't qopi holatini ko'ramiz. O't qopida tosh bor yo'qligiga, zastoy bor yo'qligiga e'tiborni qaratamiz va eng katta mana har doim aytishadi, mana shu ukollarni va unaqa xavfi bor ekan, bunaqa xavfi bor deb. To'g'ri, har bir preparatda foyda va nojo'ya ta'sirlar bo'lgani kabi, bu preparatlarni ham o'ziga xos nojo'ya ta'sirlari bo'lgani kabi, bu preparatlarda etiylik qo'shtirnoq ichida yashayotgan insonlardagi eng katta xavf bu birinchisi o't qopida tosh yig'ilish ehtimoli borligi. Ya'ni nima uchun? Bu mexanizmi bilan bog'liq. Oshqozondagi ovqat sekin astalik bilan 12 barmoqqa o'tish jarayoni normadan ko'ra sekinlashadi. Shuning uchun biz bu preparatlarda o'tirgan insonlar ko'pincha to'qlik hissini boshqa patsientlarga, boshqa bemorlarga nisbatan uzoqroq his qilishadi va avvalgidan ko'ra porsiyalari ancha kamayadi. Ya'ni doimo to'qlik hissida bo'lishadi. Bu shuning uchun o't qopida tosh hosil bo'lish ehtimolligi juda ham oshib ketadi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat esa bu mushak massani kamayib ketishi. Ya'ni inson ovqat yegisi kelmagandan keyin unchalik hattoki ovqat esdan chiqib qolganligi tufayli ayrim paytlarda shunaqa holatlar bo'ladiki, ratsionda oqsil miqdori kamayib ketadi. Bu esa bora mushaklar sifatini va mushaklar miqdorini kamayishiga sabab bo'ladi. Bu afsuslar bo'lsinki, bu holatni aniqlashimiz uchun faqatgina biz bioimpedansmetriya usulidan foydalanishimiz kerak. Mushak massa ketayotgani yoki mushak massa saqlanib qolayotganini pol ochib bilish juda ham qiyin. Shunaqa holatlarda shuning uchun biz har doim mana masalan aytishim mumkinki, bioimpedansmetriyada nazorat qila olishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda masalan patsient mana shu preparatlarni boshlashdan avval bioimpedansmetriya qildiramiz. Undan so'ng dinamikada qancha miqdorda kilogrammlarda yog' kamayayotgani, qancha foizlarda yog' kamayayotgani va bundan tashqari qancha kilogrammlarda mushak massa ketayotgani yoki saqlab qolayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana shu narsalarni nazorat qilish orqali biz patsient bilan qayerga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Va har doim bo'ladi. Masalan, mana shu dorilarda o'tirgan patsientlarga shunday bilaman, o'sha siz ovqat yemay qo'ygansiz, vaqtida masalan nonushta qilmay qo'ygansiz yoki vaqtida ujin qilmay qo'ygansiz, to'g'rimi? Samda to'g'ri deyshadi. Ya'ni bunaqa holatlarda biz qayerda plyus yoki minuslar bo'layotganini ko'rib turib yo'nalishni o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni dozani oshirishimiz, dozani kamaytirishimiz, qo'shimcha mushak massani saqlab qoluvchi preparatlarni qo'shishimiz yoki qaysidir ma'noda qo'shimcha gormonlarni to'g'irlashimiz,
juda ko'p ishlarni amalga oshirish mumkin, lekin bu holatni faqatgina shifokor nazoratida bo'libgina amalga oshirishingiz mumkin. Boshqachasiga iloji yo'q. Ya'ni bu yerda sizda faqatgina ozish emas, masalan, bu ozdiruvchi ukollar emas, balkim metabolik holatni yaxshilash, organizmni metabolik holatini, ya'ni moddalar almashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatish eng asosiysi va eng kerakligi maqsad bo'ladi. Shuning uchun bu holatlarda aytishimiz mumkinki, ozdiruvchi ukollar aynan metabolik holatlarni to'g'rilashda hozirgi kunda eng oldinga turgan preparatlardan biri hisoblanadi va hozir olimlar to'xtashayotgani yo'q. Ya'ni hozirgi kunda mana shu oxirgi borgan kongressimda eshitib keldim, hattoki mushak massani yaxshi tiklovchi, kamaytirmaydigan, balkim mushak massani o'stiradigan amilin peptidini ham qo'shish rejalashtirilayotgan ekan. Ya'ni bu tadqiqotlarning o'sha 2-3 fazasidan o'tib, bu preparat dunyo yuzini nasib qilsa 2027-yili ko'rish arafasida turibdi. Bundan tashqari bu preparatlarni yangi avlodlari, ya'ni nasib bo'lsa nafaqat haftada bir, balkim oyda bir, 2 oyda bir kabi preparatlar dunyo yuzini ko'rish va bu nimasi bilan maqtovga sazovorki, ya'ni bizda metabolik sog'lom insonlar ko'payadi va buni natijasida yurak qon tomir katastrofalari kamayadi. Buni natijasida saratonga chalinish ehtimollari va saraton holatlari kamayishi nasib bo'lsa bu holatlar yaxshilanadi. Va shu o'rinda yana aytib o'tamanki, bu preparatlarni qabul qilishingizdan oldin o'zingizga bitta savol bering. Qancha holatda, qancha vaqt davomida men bu preparatlarni qabul qilish uchun moddiy tarafdan sharoitim bor. Chunki o'ziga xos bu preparatlar narxi jihatidan har oyda ma'lum bir summani tashkil qiladi. Bu esa ko'pincha patsientlarni adashtirib qo'yadi. Ya'ni 1 oy olsam bo'ldi yoki 3 oy olsam bo'ldi degan ko'p savollarni berishadi. Yo'q, biz unaqa emas deymiz. Ya'ni bizada yana bioimpedansga murojaat qilaman. Ya'ni umumiy yog'li massani foizi kamayishiga qarab turib, kilosi kamayishiga qarab turib, biz sizga aniq ayta olamiz qachon tugatishingiz mumkin, qaysi holatlarda tugatgan yaxshiroq deb. Shuning uchun bu holat ko'pincha 6 oydan 24 oygacha, ya'ni 2 yilgacha davom etuvchi proses bo'lish ehtimoli yo'q emas va bu holatlarda sizda hamma ko'rsatkichlar yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin. Afsuslar bo'lsinki, hozirgi kunda 2 oy olib bu preparatlarni yoki 1 oy olib yana semirib ketyapman, bo'lmabdi bu preparatlar yana semirtirib yuboradi degan joylarga mana shu misol sabab bo'la oladi. Keyin undan tashqari bitta narsani esdan chiqazmaymiz. Bu preparatlar sizlarni ishtahanglarni kamaytiradi, ishtaha markaziga nisbiy ta'sir qiladi, oshqozonda to'qlik hissini beradi. Lekin siz o'zingiz ongli ravishda ovqatlarni sifatiga, tarkibiga, miqdoriga, ovqat tarkibidagi kletchatka miqdoriga e'tibor bermas ekansiz, bu preparatni ishlatayotganingizda ta'sir mexanizmi saqlanib qoladi. Ishlatmaganingizdan keyin albatta siz yana semirishni boshlashingiz mumkin. Shuning uchun bu taraflarga e'tibor berishni ham esdan chiqazmang. Shu o'rinda sizlarga savol bermoqchiman. Xo'sh, siz o'z hayot davomingizda bu preparatlardan foydalangansiz? Foydalangan bo'lsangiz qanaqa nojo'ya ta'sirlarni ko'rgansiz yoki bu preparatlar bo'yicha sizni qanaqa savollar qiziqtiradi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Men esa u savollarga kelasi videolarda javob berishga harakat qilaman.